Geodeziya va kartografiya bo'yicha amaliy darslarimizni davom ettiramiz. Navbatdagi darsimiz xaritadagi ma'lumotlarni boyitish va relyef ko'rsatkichlarini taqdim etish bilan bog'liq bo'ladi. Avvalgi darsimizda kavlanma va ko'milma hajmini tasvirlash hamda taqdim etish masalalari, kompanovka masalasini ko'rib o'tgan edik. Navbatdagi darsimizda biz xaritada relyefni shakllantirish bo'yicha bir qator vazifalarni bajarib o'tamiz. Dars avval Arc Toolbox'ning 3D analiz, ya'ni uch o'lchamli analiz oynasini ochamiz va bu yerdan bir qancha uskunalar borligini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda raster surface nomli qutining ichida bir qancha qo'shimcha uskunalar mavjud. Bu yerdan bizga kontur nomli uskuna kerak bo'ladi. Buni ochamiz hamda input raster sifatida amal bo'yicha ikkinchi amal natijasi kerak bo'ladi, chunki absolyut balandliklar keltirilgan 370 va 384,5 oralig'ida. Amal 2 ni tanlaymiz. Natija hosil bo'ladigan papkani ko'rsatamiz. Bu yerga relyef nomini kiritamiz va saqlash. Kontur interval. Bu nimani bildiradi? Bu har bir relyefdagi gorizontal balandliklarning gorizontal qiymatlarning farqini ifodalaydi. Misol uchun, chiziq har 1 metrdan o'tishini istasak, biz bir qiymatini yozamiz. Masalan, har 370, 71, 72, 73, 74, 75 va hokazo 384 gacha bo'lgan qiymatlarni har 1 metr oralig'ida relyef ko'rinishida tasvirlab beradi. Yoki bo'lmasam yarim metr, 2 metr, 5 metr va hokazo. Bu ixtiyoriy ravishda tanlanadi. Hozirgi xaritamizning maydonidan kelib chiqib 1 metr ko'rinishida ifodalasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Boshqa punktlariga teginmagan holda biz OK tugmasini bosamiz va natijani ko'rishimiz mumkin. Bizda relyef hosil bo'ldi. Bu relyef ko'rinib turgandek holatda ifodalandi. Endi chap tomonda Table of Contents ro'yxatining ichida relyef nomli qatlam mavjud. Bu qatlamning shartli belgisidan rangini o'zgartiramiz. Xohlasak buni qalinlashtirishimiz mumkin chiziqni. OK. Va amal 6 shartli belgisini, amal 5 shartli belgisini o'chirib, barcha amallarning shartli belgisini o'chirib, faqatgina rasterni qoldirib taqqoslab ko'rishimiz mumkin. Mana yaqinlashtiramiz. Ahamiyat bering. Qog'oz xaritada ko'rsatilgan shartli belgilar, relyef chiziqlari, ya'ni gorizontallar kompyuter orqali tasvirlangan gorizontallar bilan deyarli bir xilligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Mana buni ko'rishimiz mumkin. Chiziqni biroz qalinroq ko'ramiz. Mana. Bu yerda aynan ustma-ust tushmasligining birinchi sababi bizda qiymatlar qisman yaxlitlab olingan va yana bir sabab xaritadagi gorizontallarning tasvirlanish usuli, ya'ni hisob-kitoblar bajarish usuli
bizning usul kabi har 100 metrda takrorlanmagani bizdagi qiymatlarning nisbatan sifatliroq ekanligini izohlab beradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda shartli belgi, ya'ni gorizontallar xaritadagi bilan mos to'g'ri keladi. Agar mos kelmaganda bu yerda keskin siljishlar, ustiga ust tushmaslik holatlari ham bo'lishi mumkin edi. Bunday holat bizda kuzatilmadi. Mana barchasini ko'rishingiz mumkin o'z o'rnida va biz yana bir ko'rinish sifatida aynan relyefni ifodalab berishimiz ham mumkin. Buning uchun bir ikkita kichik to'ldirishlar, tuzatishlar kiritiladi. Masalan, relyef qatlamining xususiyatlari ochiladi, properties, va bu yerda labels topiladi. Label ya'ni yozuvlar. Birinchi belgini qo'yamiz, ya'ni yozuv ko'rinishi lozim. Hamda qaysi yozuvligini biz kontur yozuvini tanlagan holda belgilaymiz va qaysi formatda ko'rinishini simbol tugmasi orqali ko'rsatamiz. Birinchi namuna biz uchun yetarli, biroq kichik tuzatmalar kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, rangini relyefga mos ravishda ko'rsatamiz. Edit symbol qilgan holda mask berib, yozuvning ortki qismini oq rangga bo'yaymiz. Shunda bizning yozuvlarimiz, ya'ni qiymat yozuvlari relyef bilan uyg'unlashib ketmaydi. U ajralib turadi. OK tugmasini bosamiz. OKni bosamiz, yana bir marta OK va tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana barcha relyefning o'z qiymatlari mavjud, biroq ustida. Endi bu uning ustida joylashganini tuzatish maqsadida yana bir marta qatlamning xususiyatlariga, propertiesga kiramiz. Bu yerdan placement properties tanlanadi va above tugmasining o'rniga on the line tanlanadi, ya'ni chiziqning ustida. OK. Endi ko'rishimiz mumkin. Mana yaqinlashtiramiz. Har bir chiziqning ustida uning qanday qiymatda ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Avtomatik ravishda bizda shartli belgilar qismi ham to'ldirilgan ekanligining guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana bu ikkinchi xarita hisoblanadi va buni ham fayl export map, topografiya va davomidan 2 yozuvini qo'ygan holda saqlash tugmasini bosamiz. Eksport jarayoni yakunlandi. Endi papka orqali tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Disk mana. Demak, avvalgi darsda ko'rsatgan xaritamiz mana qanday ko'rinishda ekanligini guvohi bo'lamiz. Yana bir xarita, bu relyef. Guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana shu ko'rinishda natijalar hosil qilindi. Shu bilan bizning darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.